Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Bugungi videolarimiz Urganch shahrida 8 qavatli binoning 8-qavatida 50 kvadrat metr bir xonali kvartiramiz, lekin hozirda 2 xona qilingan. Shu kvartira bilan birgalikda tanishib chiqsak, giraverishda o'ng qo'limizda переходga, keyin umanliklar, kafel hamma o'zlari joy-joyina qo'yilgan. Yerda bir xonasi berimiz sanuzel, bir stollar ham bor, ham beri kafel. Berimiz kuxnya. Berimizda yana bir xonasi. Hurmatli obunachilar, lokatsiyasi Dumzor yerda joylashgan Olimpiya stadion Darital Urduga yaqin Novostroyka yangi dom 8-qavatda 50 kvadrat metr. Bu kvartiramizning narxini ekranda yozib qoldiraman. Kimga qiziqsa bemalol nomerlari ekrandagi nomerlarga bog'lanaverasizlar. Keyingi videolarda görüşguncha sog' salomat bo'lin. Пока.